Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Flebodia 600 tabletkasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak do'stlar, ushbu dori vosita farmakoterapevtik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, angioprotektor dori vosita bo'lib, qon tomirlar faoliyatini yaxshilovchi dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi navbatda oyoq vena tomirlarining varikoz kengayishda buyuriladi. Bundan tashqari oyoqlardagi og'irlik holatlarida, o'tkir gemoroyda yoki bo'lmasam qon tomirlarining o'sha mikrosirkulyatsiyasi, ya'ni qon aylanishi buzilganda yoki tomirlarda qon oqimini yaxshilash maqsadida va qon tomirlar devorini mustahkamlash maqsadida do'stlar ushbu dori vositamiz qo'llaniladi. Endi ushbu dori vositani qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Do'stlar, ushbu dori vositani qabul qilishdan avval siz shifokor ko'rigiga borib, ya'ni ko'rikdan o'tgandan keyin shifokor ko'rsatmasi bo'yicha qabul qilishingiz kerak. Bu kuchli dori hisoblanadi, qimmat dori hisoblanadi. O'zboshimchalik bilan qabul qilish bo'lmaydi. Shunday qilib do'stlar, gemoroy kasalligida kuniga 2-3 tabletkagacha qabul qilish mumkin, ya'ni ovqatlanish vaqtida. Boshqa holatlarda esa kuniga bitta tabletka yana qabul qilinadi. Endi do'stlar, ushbu dorivor vositani qabul qilganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, bosh og'rig'i yoki ko'ngil aynishi, ba'zan jig'ildon qaynashi kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik yana reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari 18 yoshdan kichik bo'lgan bolalarga ham qo'llash mumkin emas va homiladorlikning birinchi 3 oyligida qabul qilish tavsiya etilmaydi do'stlar. Tushundingizmi? Va bundan tashqari do'stlar, Flebodia 600 dori vositasining analoglari bor. Bu diasmin yana hisoblanadi. Tushundingizmi? Shunday qilib do'stlar, Flebodia 600 dori vositasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.